Bismillahirrohmanirrohim. Alloh nomi bilan boshlayman so'zlarimni. Allohim, o'zing ko'rib turguvchi, eshitib turguvchi zotsan. Meni shu oppoq soqolim bilan yolg'onchilardan qilmagin, Parvardigori olam. Parvardigori olam, sen duyguvchi, ko'rguvchi zotsan. Meni bu beyaz soqollarim bilan yolg'onchi gazzoblardan etma, Parvardigori olam. Seni jamoling ulug'. Seni jamolingni, o'zingni bu dunyoda ko'rolmaymiz, yetarli ilm bilim berilgan. Seni yuzingni, jamolingni bu dunyoda ko'rolmaymiz, yetarli ilm bilim berilgan. Ammo Qur'on sirlik, hikmatlik. Hajarul Asvad jannatdan chiqdi, uni ichida ko'rish boshqa. Sizni ko'rish boshqa, televizionda ko'rish boshqa. Allohim, buni azizlarimiz shularimizni tasdiq etsin. Azizlarimizni ham ana shu Hajarul Aswadda ko'rishlikni, qo'nishlikni, gaplashishlikni nasib etsin. U nuri, jamolini nuri, azizlarimizni nuri Ka'bani har tarafidan ko'rinishlik nasib etsin. Gaplashishlik nasib etsin. Namoz vaqti kelganda Allohim, o'zingdan azon eshitishlikni nasib etsin. Qur'on o'qishlikni nasib etsin. Faqat o'zingni jamoling qolib Ka'bada, o'zingni jamolingga egilib namoz o'qishliklarimiz nasib etsin, Parvardigori olam. O'tganlarimizni o'ldi demanglar, shahidlarimizni, ular ichinglarda bor deydi. Faqat ko'ra olmaymiz. Ularni ham ko'rib, ular ham seni jamolingni ko'rib, havoda ko'rishligimizni, biz ham ota-enalarimiz ko'rishlikni nasib etsin, Parvardigori olam. Shu so'zlarni orqasidan bu dunyoga barcha yaxshiligingni ham yaratding. Barcha yomonligingni ham yaratding. Mana deprem, bu yer qimirlash, mana bitta misol keltirib. Parvardigori olam. Shuni Parvardigori olam, sendan shu kelyapti so'zlar, ichim biladi, o'zim bilaman. Parvardigori olam. Mana shu gaplarim agarda meni yolg'on bo'lsa, agar rost bo'lsa, Parvardigori olam, men Turkiyaga 2011da kelishni boshlaganman. 2,5 yil yashab yurdim shu gaplarni gapirib. Undan keyin 5 yilga deport bo'lib ketdim. 5 yildan keyin keldim, yana 5-6 yil bo'ldi, umraga borib keldim. Parvardigori olam, agar shu gaplarim rost bo'lsa, Parvardigori olam, meni shu Turkiyani hozirgi podshosi Erdo'g'an menga shu Arnavutko'ydan, hozir shu yerdan menga markazdan bitta uy bersin. Men mana shu yerda ilmlarimni yana davom ettirib, mana shu yerda yashay. Agar shu ishni qilsa, shu ishni eshitganlar YouTube'largami, boshqa tarmoqlarga chiqarib, podshoyimizga yetkazsa, jamolini savobi yozilsin. Agar shu ishni qilaman desa, men ana shu yerda mana shu duo qilay, shu duo qilyapman. Xudo xolasa, u ishni qilsa ham, qilmasa ham u o'zi o'namli emas, unaqa shart emas. Mening Parvardigori olam mana shu yerda yashay. Shuni agarda shu ish bo'lsa, men Allohdan so'rayapman, men iymonimga, duoyimga ishongan odamman. Xudo xolasa yer qimirlash tugul boshqa balolar ham Turkiyada bo'lmaydi. Agar shunga javob bo'lmasa, yo bee'tibor qolinsa, endi ular o'zlaridan ko'rsin. Endi agarda shu gapim yolg'on bo'lib, shu ish qilinmasa, misol javob bo'lmasa menga atrofdan, endi
unda o'zlari ko'rsin. Agar shu javob bo'lib, shu ish bo'ladigan bo'lsa, agar shu bo'lsa, yana agarda yer qimirlaydigan bo'lsa, men roziman. Men roziman, meni mana shu yerda jinnixonaga olib kirib qo'ysin. Qaytib chiqarmasin. 1 oyda tuzaldi deb chiqarib yubormasin. Umrbod roziman. Men ishonaman chunki. Men duoyimga, men shu iymonimga bu to'g'rida videolarim bor. Videolarimni ko'rganlar, meni taniganlar, sizlar shu o'z ichinglardagi gaplarni aytib shu yetkazishga harakat qilinglar inshaalloh. Bu dunyoda ham o'zini jamoli kelsa hech qanday balo kelmaydi. Ilohim o'zini kalomi hayotda tirilsin, butkul kamol tirilib hayotda yashaylik. Xudo xolisa u jamoli kam bo'lsa bo'lmaydi. Shuning uchun menga o'xshab Xudo xolisa oshiq qilsin mana shunday jamoliga, sirli hikmatli jamoliga. Jannatdagi jamoliga ham mana qo'ldan kelgancha musulmonlarlik qilib yuribdi. Musulmonga aylansin, jannatda ham jamoliga yetishaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.